Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birinchi amaliy mashg'ulotimiz, ya'ni AutoCAD dasturini o'rnatish va ish joyini sozlash. Qidiruv bo'limiga autodesk.com deb xuddi shu yozuvni yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Enter tugmasini bosganimizdan so'ng bizga eng tepada mana birinchi autodesk.com deb, ya'ni Autodesk kompaniyasining rasmiy sayti chiqib keladi. Bosamiz. Hop, bu yerda bizga AutoCAD Autodesk saytining rasmiy sahifasi chiqib keldi. Hop, demak bizni qiladigan ishimiz sign in tugmasini bosishimiz kerak. Demak bizga sign in tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu yerda bizga welcome to Autodesk account deb, ya'ni Autodesk tizimingizga xush kelibsiz deb bizga yozuv chiqadi. Shu yerdan agarda kimda Autodesk saytida shaxsiy akkaunti bo'lmasa, bu yerdan create accountni bosadi va bu yerdan o'zining email pochtasi orqali ro'yxatdan o'tadi. Bizda borligi uchun sign in tugmasini bosamiz. Bu yerda emailimizni yozamiz. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsak yozamiz, ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak create account tugmasini bosamiz. Hop, keyin bu yerda bizdan parolni so'raydi. Endi bu yerda Google akkauntimizga, ya'ni Google pochtamizga SMS xabar keladi. Shuni hop, demak elektron pochtamizga kelgan SMSni kiritib, keyingisi tugmasini bosganimizdan so'ng bizga bu yerda save your backup code deb, ya'ni mana shu parolni bizga saqlab qo'yishni tavsiya qilmoqda. Bu kod bizga o'zimizni mana shu akkauntimizni yanada xavfsizroq va boshqa insonlar kira olmasligini ta'minlash maqsadida Autodesk kompaniyasi tomonidan qilingan. Ya'ni buni mana bu past keltirilgan, ya'ni yuklab olish tugmasini bossak, o'zi avtomatik tarzda yuklanadi. Bu yerga I saved my backup code tugmachasini bosib qo'ysak, bu yaxshi bo'ladi. Keyin continue tugmasini bosamiz. Hop, demak bizga akkauntimizga kirganidan so'ng Autodesk Student and Educator Resources bo'limi, ya'ni mana bu pastdagi Students and Educators bo'limini bosamiz. Shu yerdan bizga Student Plan, ya'ni one named user seat, ya'ni bir o'rin bor ekan, ya'ni renewable one year subscription, ya'ni bir yilga subscription beradi, ya'ni obuna beradi bir yilga. Hop, bosganimizdan so'ng bizga AutoCAD select qilamiz, tanlaymiz. Mana bu yerdan, mana bu bo'limdan esa student select qilamiz. Student, ya'ni bizda bu yerda product details AutoCAD dasturi tanlandi. Keyin mana bu yerdan customer details, ya'ni customer degani bu mijoz ma'lumotlari, ya'ni informatsiyalari. Bu yerdan bizni email akkauntimiz yoki boshqa email akkauntdan foydalanishimiz mumkin. Keyin bu yerda studentni, mana bularning orasidan studentni tanlaymiz. Endi bu yerga tug'ilgan yilimizni yozishimiz kerak. Davom etish continue tugmasini bosamiz. Keyin uchinchi bo'limda bizga educational institution, ya'ni ta'lim institutini tanlash bo'limiga keldik. Bu yerdan United States'ni, O'zbekistonni tanlaymiz. Adres
ya'ni bizga kerak bo'ladigan e, oliy ta'lim adresini belgilaymiz. Hop, adresga Xorazm viloyati Urganch shahar, mana shu adresni kiritdik. City ya'ni shaharni tanlang deyapti. Endi bizga pochta kodi ya'ni pochta indeksini so'ramoqda. Joylashtiramiz. Keyin bu yerdan institution type ya'ni bu katta maktabmi yoki o'rta maktabmi, universitetmi yoki universitetdan keyingimi deb bizdan so'rayapti. Keyin shu university yoki oliy ta'limni o'zini web sahifasi bo'ladi. Shuni bu yerga joylashtiramiz. Endi bu yerdan bizga graduation date ya'ni o'qishni yakunlaydigan yilimizni so'rayapti. Ya'ni qachon bitirasan deb bizdan so'ramoqda. Ya'ni bu yozgan ma'lumotlarimiz bizni oliy ta'lim shu tahsil olayotgan joyimiz bilan bir xil bo'ladi degan ma'nodagi tasdiqlash tugmasi continue bosamiz. Endi bizdan bu yerda educational verification ya'ni ta'lim olayotgan joyimiz tasdiqlash kerak. Shuning uchun bu yerga biz hujjat yuklaymiz. Ya'ni 14 bu yerda yozyaptiki 14 kun bor ekan bizda hujjatimizni yuklash uchun. The document must include dokument o'z ichiga shularni olishi zarur deyapti. Ya'ni biz bu yerga odatda talabalar ko'pchiligi yuklashi mumkin va osonroq yo'li shunchaki biz Xemis tizimiga kiramiz va bizni talabalikka qabul qilgan yoki kursdan kursga o'tgan paytimizda bizga chiqadigan Xemis tizimi orqali chiqadigan hujjatni shunchaki yuklasak bo'ldi. Mana bu yerda bizda mavjud, shuni yuklaymiz. Yuklaganimizdan so'ng continue tugmasini bosamiz. Davom qilish tugmasini. Hujjatimiz agarda to'g'ri bo'lsa va hech qanday qonunga zid kelmasa, buni tezda tasdiqlaydi va biz bu yerda endi mana hammasi ko'rib turibmiz, yashil ptichkalar bilan belgilangan. Endi buni submitni bosamiz. Ya'ni bu yerda bizga ma'lumot beryaptiki, ingliz tilidagi hujjat bo'lsa 20 daqiqagacha vaqt ketishi mumkin va yoki mana bu tillarda bo'lsa 24 soat va boshqa tillarda bo'lsa 48 soat vaqt ketishi mumkin deb bizga aytyapti. Endi buni kutishimiz kerak. Demak, hurmatli talabalar, bizga Autodesk kompaniyasi tomonidan xabar keldi, ikkita xabar va bular orqali bizga ruxsat berildi. Demak, endi biz Autodesk saytiga yana qaytadan kiramiz. Products bo'limidan AutoCAD dasturini tanlaymiz. Products bo'limidan AutoCAD dasturini tanlaganimizdan so'ng bizga bu yerda mana install tugmasi chiqmoqda, ammo buni bosmaymiz. Custom installni bosamiz. Chunki biz 2023-yilgi dasturni o'rnatishimiz kerak. AutoCAD dasturini tanlaymiz. Hozir bu yerda mana 2023-yilgi dasturni 2023.1.8 degan versiyasini tanlashimiz kerak. Tanladik va next tugmasini bosamiz. Bularni joylarini to'ldirib qo'yamiz va download tugmasini bosamiz. Va bizda jarayon boshlandi. Va bu
yuklab bo'lgandan so'ng yuklangan faylni ustiga bosamiz. Hozir bizga o'zi demak tayyorgarlik jarayoni tugadi. Install tugmasini bosamiz. Demak, hurmatli talabalar, bizda AutoCAD dasturi o'rnatildi. Bizdan endi restart, ya'ni kompyuterni qayta ishga tushirishni so'ramoqda. Dasturni qaytadan ishga tushirdik va biz ko'rib turibmizki, dasturni kirish qismida start bo'limida turibmiz. Start bo'limida turgan vaqtimizda mana bu yerda bir nechta komandalar mavjud. Open tugmasi orqali biz oldin ishlagan chizmalarimizni ularni qaytadan tahrirlash yoki ular ustida yana ish olib borishimiz mumkin. New bo'limini bosish orqali biz yangi loyihalar, chizmalar yaratishimiz mumkin. Biz mana shulardan eng ko'p foydalanamiz. Xo'p, recent degan mana bu yerda biz ko'rib turibmizki, bir nechta, ya'ni oxirgi ishlangan ishlar, ya'ni chizmalar mana shu yerda ko'rinib turadi. Ularni tezda topib olish uchun ekranda ko'rinib turibdi mana. Endi bu yerda yana recent bo'limi, Autodesk Docs, Learning bo'limi esa bu yerda biz Autodesk kompaniyasi tomonidan yaratilgan darsliklar, ya'ni AutoCAD dasturini o'rganishimiz mumkin. Xo'p, demak, new bo'limini bosamiz va bu yerda yangi chizma chizish uchun bizga oyna ochildi. Xo'p, biz bu yerda ko'rib turibmiz mana Home, Insert, Annotate, Parametric, Vive, Manage Output, Add Ins, Collaborate, Express Tools, Featured Apps degan bo'limlarni ko'rib turibmiz. Ya'ni bu tushuvchi oynalar deb aytiladi o'zbek tilida. Bularning hammasi mana shu ribbon paneli deb nomlanadi, ya'ni asboblar paneli. Ya'ni biz bu yerdan chizmalarni yaratish, ularga o'lcham qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda ular ustida ish olib borishimiz mumkin va shunga o'xshagan ko'plab amaliyotlarni bajarishimiz mumkin. Hali bular xususida birma-bir to'xtalib o'tamiz. Biz uchun eng kerakli bo'ladigan bilim va ko'nikmalar bugun shu bo'ladiki, oynamiz mana setkalardan iborat. Bu setkalarni yaqinlashtirib, uzoqlashtirsangiz ham bularni chegarasi yo'q. Mana bu yerda X va Y o'qlari ham turibdi. Y o'qi yashil bilan, X o'qi esa qizil bilan berilgan. Hop. Sichqonchani g'ildiragi bor. Hammada kim kompyuterdan foydalanayotgan bo'lsa, sichqonchani g'ildiragi bor ustida. Shu g'ildirakni bir marta bosib turish orqali uni chap va o'ng tomonga, past va tepaga ekranni surish mumkin mana oynani. Endi uni oldinga va orqaga harakatlantirish orqali biz ekrandagi ma'lum bir chizmalarni yoki loyihalarni kattalashtirib va kichiklashtirib ko'rishimiz mumkin. Hop, bu yerda command line, ya'ni komanda berishimiz mumkin. Ya'ni biz masalan line desak, mana line, ya'ni chiziq chizishimiz mumkin. Hamma komandalarni mana shu, ya'ni command line ga yozish orqali topishimiz mumkin. Demak, hurmatli talabalar, biz endi ish joylarini sozlash bo'yicha bir nechta kichik amaliyotlarni ko'rib o'tamiz. Sichqonchani o'ng tomonini bosish orqali Options bo'limiga kiramiz va bu yerda Display tugmasini bo'limiga o'tamiz va bu yerda Dark, ya'ni color semi mana bu bo'limda dark turibdi, ya'ni bu qora degani, light yorug' bossak mana bu
asboblar paneli va pastda turgan e, bizga yordamchi bo'ladigan oynalar barchasi oqardi. Endi buni yana qora rejimga qaytarib qo'yish mumkin. Agarda kimga qaysi qulay bo'lsa, bemalol shuni o'zi uchun e, sozlab bemalol ishlatishi mumkin. Command line window font, ya'ni command line degani mana bu yer shriftini o'lchamini va shrift turlarini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda mana ko'rinib turibdi. Qanday qilib o'zgargani jarayonda ko'rinadi. Men uchun shu 12 razmerdagi shrift bo'ladi. Apply qilib OK tugmasini bosamiz. Setkalarimizni yoqib o'chirishimiz mumkin. Klaviaturadagi F7 tugmasini bosib o'chirishimiz va uni yana qayta bosish orqali uni qaytadan ishga tushirishimiz mumkin. Xo'p, kimda agarda F7 tugmasini bosganda ishlamasa, klaviaturani past va chap tomonidan ikkinchi turgan Fn tugmasini oldin bosib, keyin F7 tugmasini bosish orqali ishga tushirish mumkin. Va undan tashqari F7 tugmasini bosmasdan ham turib buni o'chirib yoqish mumkin. Buning uchun mana pastdagi modeldan keyingi turgan mana panjara suratidagi bo'limni bosish orqali uni o'chirish va yana bosish orqali qayta ishga tushirishimiz mumkin. Endi biz mana bu ishimizni, ya'ni chizgan mana shu chizikni bo'lsa ham shuni saqlab qo'yishni sizlar bilan o'rganamiz. Buning uchun cut rasmi turgan, cut tugmasi turgan rasmni bosamiz va Save as orqali DVG formatda saqlanib qilamiz. Nomini qanday yozish, xohlagan joyingizga kompyuterni xohlagan papkasiga saqlanib qilish mumkin. Menga qulay Documents papkasiga mana bu yerni nomini o'zgartirib, buni birinchi dars deb saqlayman va Save tugmasini bosaman. Mana sizlar bilan biz bugun birgalikda AutoCAD dasturini o'rnatish, talaba sifatida ro'yxatdan o'tib 1 yilga AutoCAD dasturini. Demak, hurmatli talabalar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha